Oshga erimaysan mabodo. Nimaga? iPhone 7 chiqdi-yu. Aloyi ham yo'q. Baba olasizmi o'shani? Ha? O'shanda erimay qo'yaverasiz. Siz nimadir olasizmi deb 3 kundan beri hech narsa yeganim yo'q. Ha, bo'pti, yurish nima bo'lagan? Ketdi. Aka qatga keldi o'zi? 9 yoshga tantaga baraka oshiga keldi. Aka bitta osh kiloli sotishadi-yu, kilosi 35 ming. Odamlar to'g'rida marosimlarga, ustalarga olib ketishadi. Ko'rmayapsan, hamma o'tirib ovqatlanyapti. O'tirayotgan oshni zo'rini olib beraman hozir senga. Aka qarab olasizmi? Bir kishilik osh necha pul o'zi? Bizda choy, to'rdan bir non, salat va shu bir kishilik osh xizmati ichida 20 ming so'm. Aka 2000 dollarlik telefonga 20 minglik osh olib bermasangiz kerak, o'rtoqlarni chaqiraman. Ha, bo'ldi, sen o'rtani chaqirib turavergin-a. Men oshga qancha yetam ekan? Balla qalemasa oldalaring. Aka on qarab oring, necha pul bo'ldi? 120 ming bo'ldi. O, akam to'lab yuboradi. Qani aka? Sat. Qara chiqon taxtani tagida basmi ekan aka. Aka, prikol qilma. O'z salla shunaqasan. Yeb olasan, ovqatni keyin pulingni oqtarasan, akangni oqtarasan. Tironningni hamma yo'qsizlar yo'q. Allahni obodonchiligiga yaxshi qara. To'zda tut, hammanikidan zo'r chiqsa. Kerak. Rais, men qachon uylantirasiz? Uylantirsiz ham uylantirasiz. Uylantirmasiz ham uylantirasiz. Bo'lmasa ustizdan kattalarga chiqaman. Bo'ldi, uylantiraman. Avval biz hukumat bilan gaplashaylik, siz qizishmang Jahongirboy. Siz ertaga chiqing, Rostdanmi? Menga qara, mahallani katta muammosi chiqdi. Endi nima qilamiz? Buni o'zi sasiydi-yu. Menda bitta reja bor, rais bu. Qanaqa? Vashchi zo'r bo'lardi. Rais? Ha, rais. Men bu bilan yashamayman. Nimaga? Bir yaxshi yashab yurgan oilalari ata-onamizni bunga bergan bo'lsa, burningiz hid bilmaydi deb. To'g'ri, burnim hid bilmaydi, lekin bir oydan buyon ko'zim achiyapti. Kim bu bola? Ko'zi qora. Ey, mana kimni bola vos? O'zidan kim yesa vos? Yana nimalarni xola vos? Boring yo'lingizdan ketvos. Utti putti utti tu. Nanay nanay utti tu. Utti putti utti tu. Nanay nanay. Yo'q, qo'lingizni kimsiz o'zi? Sizda qanday qizlar dasri bitta joyda 2 oydan ortiq ishlab bo'lmayapti. Boring. Hamma men babningni o'ylaydi. O shogird, aka. Hozir. Nimasan, babnikmisan? Yo'q, navas ko'cha. Ko'rib turibman, ko'zim oldida bitta qiz bilan gaplashdi. Turib qol ishdan bo'shadi. Bo'rini yesa ham, yemasa ham og'zi qon ekan. Au! Kechagina bir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman inkor. Dada chanqa yetgan bo'lsangiz, podvaldan muzdekina kompot ochib berardim. Yo, o'g'ilda qishda ichamiz kompotni. Qish qachon keladi? Havo soviganda keladi. Havo soviganman qatan bilan. Havo sovigani shu kurtka, shapka kiyib olgan bo'lasiz, o'sha yerdan bilasiz. Dada endi chamizmi? А я иду, гуляю по луне. Ramazon aytib keldim eshagingizga. Ha, xudoyim bo'lmas eshagingizga. Olmay aka, 2 ta nondan bering-chi. Mana 15 ming. Nima bu yengil aka? Avvallar nonlaringiz og'ir bo'lardi-yu. Bu ko'targan qiynalgan dedim-da, ukam. Ha, bo'pti aka, mana. Nima buni cho'qqigan? Mana sanaga qiynalmay dedim-da aka. Mana yetib keldik. Necha bo'pti aka? 9 ming so'm. Mana aka. Hozir Mana aka. Acha o'zim hisob qaytarishga o'tdilaringmi? Vashchi gap yo'q, bo'lar ekan-ku, O'zi 2000 gacha ketdi rollaring-a? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Aka, basharangiz yomg'ir tutishib ketdi. Ha, bir hazillashib qo'y dedim-da. Bo'pti aka, ko'rishamiz.
Well, look what the stork brung. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out.